Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yana tezkor avia. Bugun Toshkentdan uchadigan O'zbekiston havo yo'llari reyslarini tanishtirib o'taman. Unga sizlar YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolar sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Xo'p, Toshkentdan uchadigan havo yo'llari kommentariyaga yozib so'ralgan reyslarni tanishtirib o'taman. Toshkent Vnukovo yo'nalishi 3 vaqti 17:00 da uchadigani bor. Undan keyingisi 12:00 uchadigani bor. O'zbekiston havo yo'llari. Xo'p, 19:20 ga qo'nadigan bor, 2:30 ga qo'nadigan bor. Bagajlisi narxi 3.500.000, bez bagajning narxi 3.200.000 chiqadi. 32 kilo bagaj, 8 kilo ruchnoy bo'ladi. Keyingisi Toshkent Peterburg yo'nalishi. 3 vaqti 8:35 da uchadi, 11:45 ga Peter vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisi 4.100.000, bez bagaji 3.900.000 chiqadi. Bundan keyingisi Toshkent Vladivostoy 3 vaqti 7:00 da uchadi, 19:00 ga Vladivostoy vaqti bilan borib qo'nadi. Primoy reys bo'ladi, bez perisabga. Bagajlisi narxi 7 million, bez bagaji narxi 6.400.000 chiqadi. Hop, undan keyingisi Toshkent Incheon yo'nalishi 3 vaqti 22:25 da Toshkent vaqti bilan uchadi, Incheon vaqtiga 8:25 ga borib qo'nadi. Ikkita bagajli vazratli tarifi 6 million chiqadi. Bitta bagaj bez vazrat tarifi 5.300.000 so'm chiqadi. Undan keyingisi Toshkent Riga yo'nalishi 3 vaqti 8:15 da samolyot uchadi, 12:00 ga Riga vaqtiga borib qo'nadi. 5.400.000 bagajlisi, 3.900.000 bez bagaji chiqadi. Xo'p, sizlarga arzon biletlarni imkon boricha tanishtirib o'tdim. Ekranda nomerlar aloqaga chiqaverasizlar, postoyanno ishlab turadi. WhatsApp, Telegram bor. Agar narxlari ma'qul bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqib, через WhatsApp, через Telegram pasport kopiyalarini jo'natsalaring, biletlarni onlayn ravishda rasmiylashtirib beraveramiz. Xo'p, biletlar 100% ishonchli, aeroportda problema bo'lmasligiga biz 100% garantiya beramiz.